Muborak haj ziyoratiga borish qalbida iymon nuri porlagan har bir musulmonning ezgu orzusi. Hamidulloh Mamajonov Marg'ilon shahridagi Do'stlik mahallasida istiqomat qiladi. 3 nafar farzandning otasi, 6 nafar nabiraning suyukli bobosi. 59 yoshni qarshi olgan bo'lsa-da, mehnatdan qolmaydi. Mo'jazgina tomorqasidan ozmi ko'pmi daromad oladi. Hamidulloh Mamajonovning prezidentimiz tashabbusi bilan Muborak haj ziyoratiga borish haqidagi xabar nafaqat uni, balki farzandlarini, barcha qo'ni-qo'shnilarni ham behad quvontirdi. Onajonim, opamlar, akamlar bilan to'planib o'tirganimizda dadajoningizni umra safariga jo'natamiz deb niyat qilardilar. Namozlarida, duolarida ham so'rardilar. Biz ham Xudodan so'rab borishlarini niyat qilardik. Qarangki, niyatimiz xolis ekan. Prezidentimiz e'tiborlariga tushibdilar. Umra safariga emas, haj safariga jo'natyaptilar. Qalbimiz quvonchga to'ldi, xursand bo'ldik. Biz prezidentimizdan juda ham minnatdormiz. Sog' bo'lsinlar, bizni xursandchiligiga uyimizni to'ldirdilar. Ko'p yillar yurtga bosh bo'lib yursinlar. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov, viloyat bosh imom xatibi hamda shahar faollari Hamidulloh Mamajonov istiqomat qilayotgan xonadonda bo'ldilar. Uni prezident hojilar tashabbusi doirasida Muborak haj ziyoratiga borish nasib etganligi bilan muborakbod etdilar. Hamidulloh Mamajonovga prezidentimiz tabrigi o'qib eshittirildi. Hurmatli Mamajonov Hamidullohxon Tursunbayevich, sizga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda mehr-oqibat tamoyillarni mustahkam qaror toptirish yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu islohotlar amaliy ifodasi sifatida 2026-yil haj safariga yo'llanma taqdim etiladi. Alloh taolo sizni prezident hojisi sifatida qiladigan haj amalingizni dargohda qabul aylasin. Safaringiz xayrli, barakali, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Haj yo'llanmasi yana bir bor mana sizga muborak bo'lsin. Hayajonli va unutilmas damlar. Prezidentimizning e'tibori Hamidulloh Mamajonovning ko'zlarini quvonch yoshlariga to'ldirdi. Tepada turgan hamma tashabbus qilgan prezidentga, sababchi bo'lgan, xizmatga hammalarni Alloh o'zi panohida asrasin. Yaxshi ishlar bardavom bo'lsin. Men orzum bor edi, lekin kutganim yo'q edi. Lekin. Ana Allohga shukr, o'ziga shukr. Bu ishni tashabbusini qilgan, sa'y harakat qilgan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hamidulloh Mamajonovga safar xarajatlari davlat tomonidan to'liq qoplanganligi aytildi. Unga prezidentimiz tomonidan haj ziyoratiga imtiyozli yo'llanma hamda safar uchun zaruriy kiyim-bosh, anjomlar jamlangan maxsus sovg'a hamda pul topshirildi. Hamidulloh Mamajonovga haj amallarini to'liq to'kis ado etishlik ulug' saodat nasib qilishini tiladilar. Qo'shtepa tumanidagi Garimdon mahallasida quvonchli xabar tarqaldi. Baxtiyorning baxti kuldi deyishmoqda qishloqdoshlar. Gap shundaki, Terakzor ko'chasida istiqomat qiluvchi oddiy usta Baxtiyorjon Qosimjonovga davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Muborak haj ziyoratiga bepul yo'llanma taqdim etiladigan bo'ldi. Allohning bir tuhfasi bo'ldiki, bu bolaga katta hojlarga yo'llanmani eshitib boshimiz osmonga yetdi. Mahalla nihoyatda xursand bo'ldi. Prezidentning yo'llanmasi. Shu xonadonga berilgan tuhfa bizim mahalla uchun berilgan tuhfa deb bilamiz. Prezidentimizga katta tashakkurlar etamiz. Bu bola sog' borib, salomat borib, prezidentimiz ham Ka'baga borib, Baytullohga borib duo qilsinlar. Yillar davomida yurtimizda va qo'shni respublikalarda halol ustachilik qilib, mavsumiy ishlarni bajarib, oilasini tebratib kelayotgan Baxtiyorjonning hayotida ota-ona rizoligi alohida o'rin tutadi. U nogironligi bor bemor otasi, mehribon onasiga doimo yelkadosh bo'lib, ularning xizmatini qildi va hamisha duosini olib yashaydi. Balki bugun uning prezident hojisi deya e'tirof etilayotgani ham ana shu mehr va yaqinlarning chinakam qilgan duolari samarasidir. Buni eshitgan butun qishloq ahli hammalari xursandchilikdan bu oilani tanlangani, xuddiki hammamiz haj ziyoratiga borayotgandek xursand bo'ldik. Bu degani prezidentimizni naqadar odil siyosat olib borayotganlar. Insonparvarligi, hammani bir xilda ko'rishligi, hech kimni o'ksitmaslik, prezidentimizni olib borayotgan ishlarini aytamiz desak oxiriga yetib bo'lmaydi. Nihoyatda bu O'zbekiston xalqi baxtli ekan. Mana shu voqea
Shuni bitta qismida bu ham katta bir mukofot. Bu oliy mukofot. Bu insonda hajga borib, haj amalini bajarish bu dunyoda eng oliy farzlardan biri. Shunday baxtga sazovor bo'ldi shu prezidentimizni adolatli siyosatining orqasidan. Viloyat va tuman hokimligi mas'ullari, mahalla faollari, nuroniylar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida Baxtiyorjon Qosimjonovga 2026-yilgi haj safari uchun yo'llanma tantanali ravishda topshirildi. Bizga juda ulug' maqom nasib qilib turibdi, juda bir ulug' bir haligi nom nasib qilib turibdi desak to'g'ri bo'lardi. Ya'ni prezident hojisi degan yuksak martabaga sazovor bo'lib turibsiz. Bu nima degani? Prezident hojisi degani muhtaram yurtboshimiz tomonidan sizni tanlab oldi va sizni haj ziyoratiga borish sarf xarajatlaringizni hammasini to'liq qoplab berganlar. Samimiy muloqot davomida so'z olganlar mamlakatimizda inson qadri ulug'lanayotgani, xalq manfaati va ezgu orzular ro'yobi uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligini ta'kidladilar. Shuningdek, Baxtiyorjon mamlakatimizdagi 100 nafar bepul haj yo'llanmasi sohiblari safidan o'rin olgan baxtiyor insonlardan biri ekani alohida e'tirof etildi. Yo'llanma sohibi ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlik uchun davlatimiz rahbariga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Nuroniylar esa qo'l ochib, yurt tinchligi, el farovonligi va muborak safarining xayrli kechishini tilab duolar qildilar. Boshimiz osmonga yetdi, eshitib xursand bo'ldik. Tan joylar sog' bo'lsin, yurtboshimiz ham. Qo'shnilarimiz ham duoda, xursandchiligimizga ular ham sherik prezident hojisi bo'lib, inshaalloh Xudo xolasa yurtimizga tinchlik so'rab, yurtboshimizni duo qilamiz, duoda bo'lamiz Xudo xolasa. Prezidentimizga bir alohida tashakkurimizni, rahmatimizni aytamiz. Tanjolar sog' bo'lsin. 40 yoshda eshitgan bir yaxshi xabarlardan eng yaxshisi bo'ldi bu xabarimiz. Dilingizdan o'zi nimalar o'tyapti? Dilimda tezroq borishlik o'tyapti. Tezroq yetib borishlik o'tyapti. O'sha joylarni ko'rishlik o'tyapti. O'g'lim Baxtiyorjonda haj safariga yo'llanmasini ushlab turibman. O'g'lim prezident hojisi bo'ldilar. Biz juda ham xursandmiz. Xudo xolasa haj safariga borsalar hammani duo qilib kelarlar. Bizda hech imkoniyat yo'q edi. Kelishib, chamadonlarga jo'r, yo'l kiralariga jo'r, yaxshi borib kelishlariga hamma sharoitni yaratib berishdi. Biz juda ham xursandmiz. Bir baxtli ona sifatida prezidentimizga katta rahmat aytaman. Ulardan juda ham minnatdormiz. İçimizga sig'may ketyapmiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Yurtboshimizdan sertifikatga qo'shib, hatta sarf qilinadigan pullari, liboslari hamma ularni berib ketishdi. Rahmat. Bu ezgu tashabbus birgina Baxtiyorjonning baxtigina emas, balki inson qadri ulug'langan yurtning oqilona siyosati ifodasi hamdir. Qo'qonlik hamshira Dilshodaxon Tojiyeva asosiy mehnat faoliyatini qo'ni-qo'shnisi, mahalladoshlarning salomatligini tiklashga bag'ishlagan. Uning prezidentimiz tomonidan muborak haj ziyoratiga jo'natilishi barchani birdek quvontirdi. Shu apami prezidentimiz tomonidan berilgan haj safari uchun yo'llanmalarini eshitib, xursandchiligimdan tabriklash uchun xonadonlarga keldi. Dilshod opam shuncha yil hamshira bo'lib ishlab, qo'ni-qo'shnilarga foydasi tegib, kechalariga qaramasdan yugurib chiqib samimiy yuragidan yordam qiladilar, sog'lig'ini o'ylaydilar. Ulardan kelganicha harakat qiladilar. Hammani sog'lig'iga e'tibor qaratadilar. Haj safari uchun yo'llanma berishibdi. Hamma qo'ni-qo'shnilar xursand. Farg'ona viloyati hokimligi, Nuroniy jamg'armasi vakillari, viloyat bosh imom xatibi hamda mahalla faollari Dilshodaxon Tojiyeva xonadonida bo'ldilar. Uni prezident hojilari tashabbusi doirasida muborak haj ziyoratiga borish nasib etganligi bilan muborakbod etdilar. Sizni prezident hojisi yo'llanmasi bilan muborakbod etaman. Alloh taolo sizning haj ziyoratingizni qabul qilsin. Safaringiz xayrli va barakali, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Dilshodaxon Tojiyevaga haj ziyoratiga imtiyozli yo'llanma hamda safar uchun zaruriy anjomlar jamlangan maxsus sovg'a taqdim etildi. Bunday e'tibordan opaning qalbi quvonchga to'ldi. Allohga shukr. Muhtaram prezidentimiz mana shunaqangi chiroyli joylarga munosib ko'ribdilar. Allohga shukr, alhamdulillah. Allohim rozi bo'lsin. Shu umrim oxirigacha shu hajga borarmikinman? Menga ham Alloh nasib qilarmikin degan o'y bilan yurar edim. Prezidentimizga katta rahmat.
Alhamdulillah. Mana xonadonimda xo'jayinim nogironlar, o'g'lim nogiron. Menga shunday chiroyli kunlar nasib qildi ekan, juda ham xursandman. Borib ibodatlar qilib, o'sha yerda mana el yurtimizni duo qilaman, Xudo xolasa. Yurtboshimiz mana harakat qilyotibdilar. Kambag'al inson qolmasin deb yurtboshimiz ishlariga juda katta omad tilayman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bizga bosh bo'lib uzoq yillarga xayrli, barakotli umrlarni ko'rib yursinlar, ilohim. Muborak haj safarini bajarib kelganimdan keyin elim yurtim uchun xizmat qilaman. Qo'qon shahrining Atizonbo'yi mahallasida istiqomat qilayotgan Muboshir Yo'ldashevga ham prezident hojilari tashabbusi doirasida muborak haj ziyoratini amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Haj ziyorati uchun barcha zaruriy hujjatlar rasmiylashtirilib, vizalar olinganligi hamda borish-kelish xarajatlari davlat tomonidan to'langanligi tushuntirildi. Prezident sovg'asi taqdim etildi. Ota-onamiz bunga borolganlari yo'q edi. Bu ibodatni qilolmasdan o'tdilar. Muhtaram prezidentimiz bizni mana shu ibodatga borishlikka munosib ko'rganliklari uchun bu kishiga tashakkur. Qalbimizda katta bir ehtirom bor. Biz albatta bizga mehribonchiliklarini qadriga yetamiz. Borib tinchlik, osoyishtalik haqida ko'p duolar qilib, qo'limizdan kelgancha ibodatlarda ado qilamiz. Prezidentimizning bu qilayotgan bu tashabbuslari badavom bo'lishligini Alloh taolodan so'raymiz. Yurtimizda tinchligi, xotirjamligi qilayotgan sa'y harakatlariga Alloh taolo davomlik, badavom bo'lishligini Alloh nasib qilsin. E'tiborlisi, prezidentimiz tashabbusi bilan Farg'ona viloyatidan 7 nafar, respublika bo'yicha 100 nafar yurtdoshlarimizga muborak haj ziyoratiga imtiyozli borish imkoniyati yaratildi.